Genesis'dan bir emas, ikkita shedevr. Bittasi Genesis Grand Coupe, ikkinchisi Convertible deb nomlanadi. Ya'ni bular X oilasiga kiradi va bu konsept kar, ya'ni dunyo bozoriga hali chiqishi aniq emas, lekin mana bu ishlangan dizayn va go'zallikka o'zingizga alohida baho bering. Rangiga esa umuman boshqacha bitta klass albatta. Va mana bu mashinamiz 2 eshiklik bo'lgani bilan, ya'ni ikkalasi ham 2 eshiklik hisoblanadi, lekin 4 o'rindiqli. Mashinamizning uzunligiga keladigan bo'lsak, 5 metrdan uzunroq, ya'ni bu degani sedan bilan bir xil. Hech qanday siqilish yoki tiqilishlik bo'lmaydi. Ya'ni bir xil mashinalarda bilsangiz, orqa 2 eshikli bo'lganmi, orqa o'rindig'ida joy bo'ladi, lekin kichkina bo'ladi. Bunda esa bemalol sedanda yurganday aylanib, mazza qilib yurishingiz mumkin. Bu esa toza havoni yaxshi ko'radiganlar uchun ustini ochib mazza qilib aylanib yurishiga mo'ljallangan. Lekin mana bu rang bilan salon kolaboratsiyasiga o'zingiz baho bering. Genesis oxirgi paytlar dunyo bozorini yomon sindiryapti desak ham bo'ladi. Agarda bu mashinamiz dunyo bozoriga sotuvga chiqsa, kamida 200 ming va undan baland narxda chiqishi aniq. Nima deb o'ylaysizlar? Mashinaga gap yo'qmi? Yo'q. Kommentda belgilab ketinglar.